Men necha yil deganda bitta sigirga jetyapman. Men shu paytgacha sigir ololg'am yo'q. Qancha vaqt baxtim u qo'zilardi deb shunchani qildim, yo'q. Meni eshitmadi. Chiroqchi tumanining Xumon mahallasida 46 yoshli Ro'za opa yashaydi. 3 farzandning onasi. Bozorda tovuq sotib kun kechiradi. O'zining turmush tarzi haqida Instagramda video joylab boradi. Oddiy, samimiy qishloq ayoli. Bugun Ro'za opa voha vosining galdagi qahramoni. Yaqinda qo'zichoqlarni sotib, sog'in sigir olaman deb bozorga borgan va aldangan. Xullas, Ro'za opa bilan dardlashgani uning uyiga keldim. Mana shu molda bir amallab boyna 2 qo'ydi sotib bolasi bilan oldik. Ani endi siz bu molga qarang-da. Buni jilini imman kichiramaydi. Buni jilinini bizlarga sovun sigir deb allab jilinini ishirib qo'yib sotgan ekan-da buni. Olib keldim. Keyin sit chiqmadi. Keyin bu haftasiga olib bordim. Shu odam o'zini ko'rdim. O'zini ko'rdimda nima bitib alladingiz? Men qaytarib endi dedim. Bor qo'lingdan kelganini men ishtimi ana qamchi o'zing olgansan. Nima desa deb keyin shundan qochib ketdi. Uchastkavoylarim javob berdim, go'r qildim, menga mana shu qog'oz jo'natdi. O'zing olgansan, endi nima qilsan qilaver deb. Endi yo'q, sovun sigiram yo'q, go'ram yo'q endi. 2009-yildan beri shertiraman. Lekin bir marta ham mahallaga yordam puli yo bolalar puli deb bormagan. Birran marta pul olmagan. Mahalladan umuman pul olmagan. Endi muhtoj bo'lmaganman emas, bo'lganman. Bilmasam mahalla bormaganman. Mahalla meni so'ramagan. Ayniqsa sen chiqma, nimaga ana qilasan? Sen nimaga chiqding? Sen qolding dedi-ku. Shunda ya meni ko'rma, eng oson ko'rma deb yozg'im, baqirg'im keladi. Keyin yozib qo'yaman. 2008ga o'tarda juda qish bo'lib yerdan qor yermay qoldi-da. Shunda hamma qiynaldi, shu qatorda biz ham qiynaldik. Uyimizda non yo'q, shag'am yo'q. Oxiri ko'chaga chiqsam pul topaman deb chiqdim. Bir bayvachcha qo'shnimiz uzoqroq qo'shnida u menikida ishlaysanmi dedi. Ishlayman dedim. Meni gilamlarim javob ber dedi. Pul beraman dedi. Xursand bo'lib ketdim. Bir chiqarishda 8 ta gilam chiqardi. Keyin ketayotganimda 2000 so'm pul berdi. 2 kilo un oldim. Non qilib bolalarimga javob berdim. Lekin keyin juda mazam bo'lmay qoldi. 3 kundan beri bolalarim ushoq totgan yo'q edi. 3 kun. Alhamdulillah. Dardlar bilan to'lgan yuragim, nima qilay, yorib tashlaymi yoki shodlik unidan topib qo'shib birga qorib tashlaymi? Dardlar bilan to'lgan yuragim, sig'mayapti baxt qo'ygan oyoq, bu dardlarni quvlamoqlik uchun kerakmi yo sehrli tayoq?